Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün Vahiyninki başlanış hakkındaki kitabının 7. hadisini okutmuş. İmam Bukhari şundaq deydi. Bizge Ebul Yaman Hakem ibn Nafi' degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Ebul Yaman degan kishi o'zi Himislik, Suriye'nin Şam'ın Himis'te tug'ilgan, shu yerda tug'ilgan adam. Bu adam Hijriyaniki 222 yil ölüp ketgan. Bu kishi hamda shu ayni vaqtdagi musulmonlarniki eng katta muhaddislerden, hadis rivoyat qilgan raviylerden. Bu kishi eng büyük ikki ulug' hadis olim bor. Bu ikkilarning ustozi u bo'lsin Imom Ahmad ibn Hanbal va Muhammad ibn İsmail el-Bukhari'niki. Bu adamga ulamolar bir qism yaxshi sifatlarni bergan. Bu adam ishonchlik, rostchil, esil odam degan edi Abu Hatim Razi. Bu kishini Yahya ibn Ma'in ishonchlik odam degan. Yahya ibn Ma'in bu odamniki shogirdi bo'ldi undaqda. Bu adam o'zi Himisdan Damashqqa kelib, Abbasiylar davrida qozilik mansibida turgan. Abul Hakam, Abul Yaman Hakem ibn Nafi' deydi. Bizga Shuayb bizga xabar bergan edi. Zuhriydan dedi. Bu Shuayb kim deganda bu odam ham Hijriya 162-yil o'lib ketgan. Shuayb ibn Dinar degan ishonchlik hofiz muhaddis adam. Bu odammo o'zi Himislik Umaviylar tarafdori. Undaqda bu adam İmam Zuhriy rahmetullohi alayhiniki kotibi bo'lgan, yozuvchisi bo'lgan, xatnat, chiroyli odam ekanda. Hatto İmam Zuhriy bilan shu Makkaga birga hamrohlab kelgan. Xatnat güzel, chiroyli bo'lganlikdan Umaviylarniki sultoni Hisham ibn Abdulmalikniki zamonasida xattat bo'lib ishlagan. Ulamolarning bu vaqtda bu odam to'g'riliq yaxshi baholarni bergan. 6 mashhur hadis kitabida bu adamniki hadislar bor. Bu adam ham o'lib ketgan vaqtida o'ziniki bolalarini, o'zining do'stlarini chaqirib, "Mana shu meniki kitoblarim, shu kitobimning o'zidan rivoyat qilinglar" deb o'zining yozgan kitoblarini o'zining o'g'illariga, shogirdlariga shu omonat qilib topshirgan bu odam. Bu kishi hamda Abu Yaman Hakem ibn Nafi'ning ustozi bo'ldi, Imom Zuhriyning shogirdi bo'ldi. Hamda Imom Zuhriydan rivoyat qildi bu odam. İmam Zuhriy'ninki tarixini biz neçə gün davatımız. Muhammed ibn Muslim Şihab az-Zuhri namıyla meşhur bo'lgan alim. Bu adam dedi İmam Zuhri bana Ubeydullah ibn Abdullah ibn Utbet ibn Mes'ud so'zlab bergan edi, xabar bergan edi dedi. Bu kishining tarixini biz tungi 6 numaralı hadisda so'zlab bo'ldik. Endi bu kishi Abdullah ibn Mes'uddan anglagan ekanda, Abdullah ibn Mes'ud bu adamga xabar berib, Abu Sufyan ibn Harbning bu adamga so'zlab berganligini anglagan edim dedi. Abu Sufyan ibn Harb o'zi Muaviyaniki dadisi bo'ldi. Payg'ambarimiz bilan uzun yil urushgan. Abu Jahl o'lgandan keyin, Badr urushida o'lgandan keyin shu Qurayshliklarniki harbiy qo'mondoni, rahbar bo'lib, ta payg'ambarimiz Makkani ozod qilgan qadar Rasululloh bilan qarshilashib kelgan. Hijriyaning 8-yili Allohning fazli marhamati bilan Müslüman bo'lgan bu adam o'zini aytdi esil, aqlli arablarniki katta zakiylardan. Keyingi mezgillarda islom ko'rsatgan tuhfalar munoyatda zo'r. Endi bu Abu Sufyan Abdullah ibn Abbasga so'zlab beryapti-da. Bu Abu Sufyanning so'zlayotgan demoqchi bo'lgan masalasi o'zining kofir vaqtida, mushrik vaqtida Sham diyorida bo'lgan bir voqealikni deb bermoqchi endi. Hem de Abu Sufyan'ın asli ismi Sahr ibn Harb. Abu Sufyan kunyasi bu yerda. Hem de bu yerda Abdullah ibn Abbas so'zlab bergan so'zi tuvandikcha. Abu Sufyan mundaq dedi hamda Herakla bu odamga Abu Sufyonga odam elchi avatibdi-da. Shu oraliqda Qurayshlarning bir necha odamlar bilan bu karvonlar tug'an ekan. Bu undaqda Herakla odam avatgan qaraganda bular Shamdagi holatda. Chunki ular shu vaqtida Şam'da ticaret bilen Şam'da edi dedi. Bu vaqt qanday vaqt edi deganda Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen Quraysh kafirleri ve Abu Sufyan qatorliq Makkaning kattalari to'xtam tuzgan, sulh tuzgan vaqtlar. Chunki bundan burun bular Şamga tijorat uchun mang'anmagan. Badr g'azotasidan keyin bularning savdosi, tijorati to'xtab ketgan ko'pincha. Sulh tuzgandan keyin ondan bular
Yani qaytadan bularniki işleri canlanıp ticareti canlanışıp başlagan. Undaqda bu vaqa qanda qachon yuz bergan deganda Hijriyaning 6-yildan keyin yuz bergan bo'ldi. Chunki Sulh Hudaybiya 6-yil yuz berganda bu Heraklining avatga elchisi bu Abu Sufyonningki karvonlari Iliyadagi vaqtda kelibdi. Iliya shu Baytul Maqdisniki, hozirgi Falastindagi Baytul Maqdis Aqsa masjidi shu shaharniki kona burunqi nomi hamda. Ularni Abu Sufyonniki bu karvonni shu Heraklining majlisiga da'vat qilibdi-da, chaqiribdi shu yerga. Heraklining atrofida shu vaqtida Rumning eng kattalari bor ekan. Poplar, şu çirkavniki çoğun hizmetçileri degandek, devlet erboblari hammasi bor ekanda. Shu paytlar hamda Heraklinniki shu Parislar bilan bo'lgan bir urushda Parislarni bir yengib bilib Baytul Maqdisga shukr qilish uchun hamda haj qilib borgan vaqt ekan. Shu Xristian dunyosiniki muqaddas yerda hozir qadar hamda Xristianlar shu Baytul Maqdisga haj qiladi. Ondan Herakli ularni chaqirib tarjimonini chaqiribdi hamda. Chunki Herakli arab emas, o'ziniki yakka ayrim tili bor. Buni tarjimonini chaqirib mundaq debdi-da. Qaysinglarning nasibi eng yaqin debdi. Mavi o'zini payg'ambar deb atib olgan odam bilan qaysinglar yaqin nasab jihatda degandikin Abu Sufyon men ularning ichida eng nasab jihatda yaqin dedi. Chunki Abu Sufyon bu yerda Umayya jamoatidan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Haşim cemaatidir. Bularniki yani işkilerlerinki çoğun dadısı yani Abdümanap. Abdümanap 4. çoğun dadısı buludu da. Ben peygamberimizden mi Ebu Süfyan'ın çoğun dadısı buludu. Ondaqda bular bir nevirtik kalı buludu bu yerde. Herakli depti ki bana yakın ekranla bu ne depti Ebu Süfyan'ı. Lekin bunun dostlarını, hemralarını yakın kılınlar, ularını onun aksı koyup koyanlar. Dep şunaq dedi. Endi bu yerdagi buni Abu Sufyonniki hamrohlarini Abu Sufyonning keyniga qo'yib, Abu Sufyonni sapning oldiga chiqarishlik sabab nima degan vaqtda bir qism ilm ol debdi. Agar navoda Abu Sufyon yolg'on aytib qolsa, ular o'ziga qarab tursa raddiya berolmaydi. Shunga o'ziga qaramagan ahvol ostida bir odam ko'mga odamga raddiyani yaxshi javob bera oladi deb o'ylab, hamda Abu Sufyonning yolg'on so'zlab qo'yishidan oldini olish va uning raddiya berishning tayyorligini qilib aqsi qo'yib qo'ygan dedi. Ondan Herakli o'zining tarjimoniga so'z qilib mundaq debdi-da. Ularga da tarjim qil dedi. Men buningdan bu odam haqida so'rayman. Ya'ni Abu Sufyondan payg'ambar haqida men so'rayman. Agar menga bu yolg'on aytsa, menga yolg'on gap qilsa, uni yolg'onchi danglar. Ya'ni u payg'ambarning yolg'onchi danglar. Abu Sufyon shu vaqtga o'ziniki holatini deb mundaq deydi. Azbiroy Xudo agar meni yolg'onchi deb bir nomim chiqadigan bir avvaldan ensirash, hayo qilish bo'lmagan bo'lsa, albatta uning u haqida yolg'on aytdim deydi. Ya'ni payg'ambar alayhisalom to'g'riliq yolg'on gap qiladi deydi. Ya'ni arablar azaldan bular yolg'on aytmaydi. Arablarning burunqi shu jahiliyat davrida bu yolg'onchilik bularniki aytdi. Nom shuhratiga dog' deb qarab hech qanday bir yolg'on aytishni bu cho'ng ayb sanatdilar. Heraklining mendan tunji so'rgan savoli mundaq dedi. Sizlarning oranglarda uning nasibi qaysi shaklda, qaysi nasablik adam debdi. Men u oramizda nayt nasablik deb javob berdim. Herakli yana savol so'rab mundaq dedi. Sizlarning ichinglardan bu payg'ambar da'vatgan gapni burun birasi deb baqqanmi debdi. Men yo'q deb javob berdim. Savol so'rab Herakli onun ata-bobolardan podshoh bo'lib baqqanlar bormi debdi. Men yani yo'q deb javob berdim da Herakli yana mundaq dedi. Uning ergishayotganlar shu qavmniki esil cho'nglarimi yoki ojiz, zaif odamlarmi deb so'radi-da. Men javob berib, yo'q, kishilarning eng ojiz kishilar ergishayotdi deb javob berdim. Herakli yana mundaq dedi. Ular kundan kunga soni eshiyotamdi yoki kemiyotamdi debdi. Men yo'q, kundan kunga eshiyotamdi deb javob berdim. Herakli yana mundaq dedi. Ularning ichida o'zing shu dinini, e'tiqodini o'chkirib, yomon ko'rib, yinib olganlar bormi? Islom diniga kirib ular
depti. Men yo'q deb javob berdim. Herakli yana mundaq dedi. Uni sizlar burun yolg'onchi deb ayblab baqqanmi? Mush o'zinki hozirgi da'vatgan gapini yoki tashviqotni qilishdan burun debdi. Men yo'q deb javob berdim. Herakli yana savol so'rab mundaq dedi. O gollamchilik qilganmi? Debdi. Men yo'q deb shunaq dedim. Lekin Abu Sufyan bu yerda azroq o'zi so'z qistirib qo'yapti-da bu yerda. Ya'ni bir xil Rasulullohga 3 minlik va vaqtlari bu vaqtda. Biz endi hozir uning bilan bir to'xtamda, sulhida bundan keyin nima avvallar bo'ldi bilmaymiz dedi. Amaliyotda Rasulullohning yolg'on aytmaydiganligini biladi, lekin mush gapni qasddan mishal qistirib qo'yapti-da. Abu Sufyan shunday dedi. Buningdan boshqa gap qilish imkoniyatim bo'lmadi dedi. Herakla ya'ni shunday dedi. Uning bilan siz urush qilib baqdingizmi? Debdi. Men ha deb javob berdim. Bo'lgan urushlarning natijasi qanday bo'ldi deb so'rabdi. Men mundaq dedim. Abu Sufyan javoban ba'zida u yengadi, ba'zida biz yengamiz deb javob berdi. Herakla savol so'rab yana mundaq dedi. Sizlarni qanday ishlar buyuraydi debdi. Abu Sufyan javob berib mundaq dedi. Yegani Allohga ibodat qilinglar. Allohga hech narsani sherik keltirmanglar. Ot bo'vanglar degan burunqi safsatilarni endi tashlanglar deydi. Bizni namoz o'qishga, zakat berishga, rostchil bo'lishga, iffetlik bo'lishga, urug' tuqqanlar orasida sil rahim, g'amxo'rlik qilishga buyuraydi deb javob berdi. Herakla tarjimoniga mundaq dedi. Uning so'zlar dedi. Ya'ni Abu Sufyonga ma gapimni o'rib ba, tarjim qilib ba deyapti-da. Bu yerda Herakla hamda Abu Sufyondan so'rgan savollarningki javobini anglab bo'lgandan keyin buning qarta o'zining ko'z qarashini bildirmoqchi. Herakla bundaq deb javob beribdi. Sendin o payg'ambarning nasabi haqida so'rsam, sen uning nasablik bir odam ekanligini bayon qilding. Payg'ambarlarning hammasi azaldan o'z qavmining ichida nasablik odamlar ichidan chiqdi. Men sendin bu gapni bundan burun shu arablardan biror kishi deb baqqanmi? Bu payg'ambar da'vatgan bu so'zni deb so'rsam, sen yo'q deb javob berding. Men deymanimda agar bu gapni bu payg'ambardan burun biror odam deb sog'an bo'lsa, bu odamni burunqi o'zidan burun boshqalar deb bo'lgan gapni do'rab shuningga taqlid qilib gap qilibdi, tashviq qilibdi degan bo'lardim. Endi uning oti bo'lsa ichida podsha bu paqqalli bormi deb so'rsam, sen yo'q deb javob berding. Men deyman undaqda agar uning oti bo'vlirdan podsha bu paqqalli bo'lgan bo'lsa, bu odammi o'zining oti bo'lsining taxtini izlab talishibdi. Buning podsha bo'lish orzusi bor ekan degan bo'lardim. Men sendan uni burun sizlar mushu payg'ambarlik davosini qilishdan burun yolg'onchilik bilan ayblab baqqanmi deb so'rsam, sen yo'q deb javob berding. Undaqda men bilib yetdimki, odamga yolg'on aytib baqmagan odam Allohga hargiz yolg'on aytmaydi deb o'yladim. Ma Heraklining aytdi bek ta'sirli so'z ham yerda. Men sendan uning erishayotganlar kishilarning kattalari shu qavmning oqsoqollarimi, yüzlüklerimi yoki ojizdirmi deb so'rasam, sen ojiz kishilar erishayotdi deding. To'g'ri, bütün payg'ambarlarning ergash kuchlari ashundaq ojiz bo'ladi. Sendin ularning soni kundan kuniga eshiyotamdi yoki kemiyotamdi deb so'rsam, ularning soni kundan kuniga eshiyotidu deb so'zlading. İman ashundaq bir avvalki kamolatga yetganga qadar iman her daim mushtaq bo'lib turdi. Yani iman yoki haqiqat mushtaq e'tiqod kuchayib turdi degan maqsadni o'ylagan bo'lsa kerak. Bu mesela Peygamber sallallohu alayhi vasallamning zamonida bo'ldi-da, mesela Makka davri bo'lsin, Madina davrida bo'lsin, ta İslamiyet vahiy to'xtagan qadar mu'minlarning soni kundan kunga eshib, Arab yarimorli asosan musulmon bo'lib, unda Peygamber sallallohu alayhi vasallam dunyodan ayrildi. Bu shu davrdagi bir tipik misol buningga. Men sendan ularning ichida
islom diniga kirgandan keyin o'z dinidan nafratlanib dindan yinayotganlar bormi deb so'rsam sen yo'q deb javob berding. Iymon ashundoq bo'ladi. Iymon nuri qalbni qoplagan vaqtida ashundoq bo'ladi. Ya'ni chingaydi, unida yolg'iz kelmaydi. Ya'ni iymonning halovatini qalb huzuri his qilgan vaqtida bu dindan shundoq bir huzurliq his qiladi, cheketmaydi deganni maqsad qilgan bo'lsa kerak. Men sendan o payg'ambar gollamchilik qilib baqqanmi deb so'rsam, yo'q deb javob berding. To'g'ri, payg'ambarlar hargiz gollamchilik qilmaydi. Men sendan o payg'ambar sizlarni nimaga buyuruydi deb so'rsam, sen o payg'ambarning yegona Allohga ibodat qilishinglarni, Allohga hech narsani sherik keltirmasliginglarni buyuradiganligini, butga ibodat qilishdan cheklaydiganligini deding. Shundaqla namoz, rostchilik, iffetlik bo'lishga buyuradiganligini deding. Agar mushu degan gaping rost, haqiqat bo'lsa, bu payg'ambar mening mushu putum dasab turgan joyimni egallaydi deb shunaq qildi. Haqiqatan shunaq bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki davriniki oxirlarida masalan rimliqlar bilan urushdi. Umar ibn Xattobning zamonida kelgan vaqtida mush Eliya Baytul Maqdisni egalladi masalan Umar ibn Xattob. Men bu payg'ambarning chiqdiganligini haqiqatan bilatdim. Lekin bu zotning sizlardan chiqdiganligini o'ylab boqmabdiganman. Agar uning huzuriga berishni bilalgan bo'lsam yoki bora olgan bo'lsam, uning bilan cho'qim uchirish uchun qanchalik jafo bo'lsa tortishga men tayyor edim. Agar u payg'ambarning huzurida bo'lsam, uning putlarini yuvgan bo'lardim dedi. Bu odamni men bora olgan bo'lsam degan so'zdan bu o'zidan qo'rqayotgan, ensirayotgan bir holatmi bor. Chunki buning atrofida buni ko'zib turayotgan askarlar bo'ldi, qo'mondonlar bo'ldi, chirkovning poplari bo'ldi. Bu o'ziniki bir qism olimlar debdi. Bu o'zining o'lib ketishdan ensirgan deb. Ammo payg'ambarimizning payg'ambar ekanligini bilgan, shu qadar uchtirish orzusi bo'lsa-mu, hamda huquq, mansab, dunyo orzusi buni bu yerga kelishga nasib qilmagan. Musulmon bo'lishdimi bu nasib bo'lmagan hamda. Ondan Peygamber aleyhissalatu vesselam Dihyatil Kelbi'den Busra'nın valisiga avatgan xatni ekranlar dedi. Peygamber sallallohu alayhi vasallam Dihyatil Kelbi'ni shu Busraga avatgan. Busra hozirgi shu Damashqqa necha kilometr keladigan qadimiy Rimniki poytaxti. Hozir 2000 yillik tarixga ega binolar hozir qadar shu Busrada bor. Bu xatni bu Herakliga sundida odamlar. O xatdagi bor narsalarni o'qib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki o xatining mazmuni tuvandikcha. Nayet shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Allohning bandisi va elchisi Muhammaddan Rum kattisi Herakliga. Bu yer payg'ambarimiz Rum podshohi degan gapni qilmadi. Faqat lekin hamda hurmat yusidan uning qalbini utish asosida hamda kattisi buyuki degan lug'atni ishlatdi. Hidoyatga ergashganlarga salom bo'lsin. Xulasi kalom, men seni islom da'vatiga, ya'ni iymonga chaqiraman. Musulmon bo'lgin, sen salomat qolasan. Alloh taolo sana ikki hasilab ajr berdi. Agar sen da'vatdan yuz o'rsang, sana Arisillarning gunohi sening ustingga yuklandi dedi. Arisillar degan hamda dehqonlar degan gap, ya'ni avom xalqining gunohi sana bo'ladi demakchi. Anda tövendeki ayetini okuduğunda Estaizu billah ya ehlel kitabi ta'alev ila kelimetin sevâin beynena ve beynekum alla na'buda illallah ve la nuşrike bihi şey'en ve la yettehize ba'zuna ba'zen erbaben min dunillah fe in tevellev fekulu şehadu bi enna muslimun. Bu ayetteki mezmunu tövendikçe ey ehli kitaplar dedi, yani Yahudiler, Hristiyanlar demekti. Biz özara bir ortak bir sözgü kileyli, yani ortak bir itiqat kileyle, itiqadını taşlanla, bir itiqat yaşayla, Allah'tan başka ibadet kılmayla, Allah'a hiç nesin şerik keltürmeyle, birimizni xudasız xuda tutuvanmayla, tanrı kılıvanmayla degen. Eğer bu sözgü kemme ular yüz örse, bizim Müslüman ikenlikimizge guva bulunla dep koygan degen ayet bu hamda.
Şundaq deydi. Hamda Iraklar özüň deydigan geplerini hemen dep boldy. Hamda xatnim okup boldy. Şu vaqtda hamda şu owazy kötürişip, bir-biri bilen qol şyltaňlaşyp, qattiq awazda köpüyüp ketdi-de. Biz çiketdik hamda. Bizden çıkırıp etdi bu yerden. Şonda biz çiketken vaqtında men bilen bir kişi tijaretke bargan, hemralarymga men şundaq dedim deydi. Bu Ebu Kebşe'nin balısının işi yaman çoğuyup ketipdi ya dep şundaq dedi Ebu Süfyan. Ebu Kebşe degan Peygamberimizningki bir çoğ boğularının biri. Bu yerda Ebu Süfyan yana Peygamberimizning çoğ dadysyndan ait meşhur çoğ dadysynyň ismini demey, nayt jirak, nay meşhur olmagan bir çoğ dadysynyň ismini dep atydy. Bu mu yani Peygamberimizning bir xil körenmegendek bir awaldyky diýilgen gep emdi. Kafir wagtida bu hamda. Hatta bunundan bu seriktelliklerinin padişahı mensireydi eken dedi. Hem de Rimliklarını aynı vaqtida bu Beni Asper seriktellikler dep ataydı. Ben şunundan beri işinip geldim dedi. Bu çokum galbi kıldı eken, Muhammed galbi kıldı eken diyen işendim dedi. Ebu Süfyan'dan gibi. Hatta Allah Teala benim kalbimgimi bu İslam'ını nisbetti. Bu yerda nimişqa bularni Beni Asper deydi degende ulamalar xilma-xil qarashini depdi. Birincisi bu ayni vaqtida hamda ularniki eng cho'ng bovusi Rimliklarniki. Rum ibn Ays degan adam Habashistonning yani qartalliklarning podshohining bir qizini elib, shunda tug'ilgan bola hamda oq bilan qora rangdirak orliqda tug'ilgachqa buni siriq deb atagan. Ba'zilar hamda cho'ng onasi Rimliklarning cho'ng onasi demoqchi. U bosma İbrahim Aleyhisselam'niki ayoli Sara. Ayni vaqtida bunda oltin bilan aytdi, zibzunnatni esib qilgachqa sapsiraq ko'ringanda hamda shu nimalari taqilgan oltin zibzunnatlari. Shunda buni Asper deb atagan deydi. Vallohu a'lam. Hamda İliyaning amiri hamda Baytul Maqdisning amiri İbn Nazir degan kishi shu vaqtdagi Amerikanda Iraklar ve ikisi Şam'niki Nasaralarga bir popken bola şu vaqtda. Şularning diniy ishlariga mas'ulda. Bu İbn Nazir degan kishi so'z qilib hamda Iraklar şu vaqtda Baytul Maqdis kelgan vaqtda bir kunsi nayatdan ichki siqilgan holatda qo'papdi-da. Uning ba'zi shu poplari mundaq debdi. Toz kayfiyating yaxshi emas, sen bir o'zgarish bor deb shunaq debdi-da, atrofdagi vazir poplar hamda. İbn Nazir yani şundaq deydi. İbn Nazir hamda bu kishi o'sha Irakniki savaqdishi ham shu xristian diniga yetishga o'lama savaqdash bir-biriga. Davomli shu Baytul Maqdisga kelsa o'sha odam bilan birga turdigan. Bu odam shundaq deydi. Iraklar shu yulduzlarga qaraydigan bir kohin edi deydi. Munajjimkanda. Uning oldiki savolni so'radi-da, bizga kayfing yaxshi emas qo'y degan savolni so'rgan vaqtida Iraklar ularga javob berib atrofdagi o'zining qo'mondonlariga mundaq debdi. Bugun kecha men yulduzga qarsam, o'sha xatnisini qildigan ummatning podshohi bugun maydonga kelibdi. Ya'ni shu payg'ambar bo'lib kelibdi. Bu ummatning ichida kim xatnisini qiladi? deb shunaq debdi. Deganki u atrofdagi askarlari, vazirlar javob berib, faqat mush yahudiylar ham xatnisini qildi. deb shunaq deb javob berdi deb bo'lib ensirma ularning ishidan u yahudilarning bek ensirishini hojat yo'q deb. Chunki yahudilarni bular hamda rimlar burun jiq azgan hamda. Bu vaqtida yahudilarningki jiq hamda so'lti yo'q, davlati yo'q ayni vaqtida. Sen mushu o'zingning podshohlik ilkingdiki yerlarga, shaharlarga odam avatib xat yozgan, shular shu senin jutonda bahsindeki memleketindeki bütün Yahudilarını ola öldürüversin dedi. Arada ular şu işler, şu mesleğet bilen bulavatkan aralıkta Akılının huzuruna bir adam geldi de bu Gassan'ın padişahı Peygamber aleyhissalatu vesselam'daki haberlerini malumat kılıp yollap evetken adam ki. Bu Gassan'ın padişahı Gassaniler özü Araplardan bulam, Şam Araplardan ama bularmış Rim'e bakınadığan Araplar, özü Hristiyan Araplar. Bu bağa adı Peygamberimizdeki büyük sahabelerden Edi ibn Hatim. Belki Edi ibn Hatim bu özüki kavminin bir kısmı Müslüman bulup bu adam kaçıp ketken kafir bitti.
Keyin acısımı ya singlisininkı da'vat bilan qaytib kelib musulmon bo'lgan. Musharliqda Shamga qochgan. Shu Shamga qochib ketgan vaqtlarda degan so'zlar bo'lishi mumkin. Menga qarab tekshirib boqinglar. O xatni qilig'liqmi, qilmaganmi deb ular darhol qarab baqtida. Shundan bilan o'zinki odamlari bu xatni qilgan ekan deb javob berdi. Bu odamdan arablar haqida so'radi-da, Adi ibn Hatim bo'z kerak bundan. Deganki arablar ham xatni qildi dedi. Endi bu xatni qilish bu bir fitrat bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni fitrat degan. Fitrat deganimiz mesela insonniki shu mijozida, tabiatida singib ketgan bir yaxshilik tarafdagi bir ish demakda. Yaraqli shundoq dedimda. Mana mushu adam, mushu ummatning, mushu millatning, mushu ummatning podshosi mushu bo'ladi, mushu maydonga kelibdi dedi. Ondan Yaraqla Rimdagi o'zining bir do'stiga xat yozdi. Bu shu vaqtdagi oyatda Rimning katta ulamolaridan hisoblanadigan odam ekanda. Bu adammi mushu Yaraqli bilan ilmda barobar odam ekan. Yaraqla darhol Hims qarab mandi. Hims hozirgi Suriyadagi Himsa. Asli mushu Suriya, Falastin, Misr shu zaminlar mushu Rimning zaminlari ayni vaqtda Turkiya masalan. Yaraqla Rimga bormay Rimga avatgan Rimdagi do'stining xat keldi-da. Bu mo Yaraqlarningki fikri bilan o'xshash. Ya'ni bu payg'ambar chiqibdi degan o'xshash ra'yini ko'z qarashini ifodalagan xatni avatdi. Shu cho'qim shu payg'ambar shukan dedi. Shundan bilan Yaraqla darhol Rimningki shu vaqtdagi vazir, vuzirolari, cho'ng askar qo'mondonlari hammasini Himsda cho'ng bir saroyga yig'ib darhol bir yig'in ochdi-da. Ishni taqab qo'yinglar deb taqab qo'ydi. Ondan shunda ko'zdan ko'chirib ularga qarab bundoq dedi. Ey Rimliklar, sizlar g'alaba qozong'inglar bormi? Futuq qozong'inglar bormi? Podshohinglar, mulkinglar, sizlarning shu podshohliginglar mengu davomlashishni istamsizlar, orzu qilamsizlar. Arzuyinglarga yetmoqchi bo'lsanglar, mushu payg'ambarga bayat qilib ergishinglar dedi. Bu poplar, bu yig'in ichayotgan, bu yig'inning ichidagi odamlarning hammasi shu yov eshakdek ishqlarga qarab chiyqirishib, shu ishq tarafga mangdi-da. Ya'ni buning gapini xo'shaqmidi, anglamidi bu yerda. Ham bu yerda shu Yaraqlar ishqning ichida-da undaqda yana. Bu shu ishq tarafga jug'urib berishi hamda Yaraqning so'zi yoqtirmay hujum qilish istikida jug'urib beradiq bu yerda. Lekin u bo'lsa ishq itiglik, taqoqliq bu yerda. Yaraqlar hamda ularningki bu nafratini ko'rgan vaqtida ularning iymon etishdan umidni uzib mundaq dedi. Ularni qaytarib kelinglar, o'z joyiga o'tag'izinglar deb mundaq dedi. Men hozirgi gapimni dedim. Bu orqali men sizlarning qanchalik diyonatlik, dininglarga qanchalik ishonchinglar borligini men sinab boqmoqchi. Men avolinglarni ko'rib yetdim. Degandek ki bu adam yana bu yerda darhol agar imoya etgan bo'lsa, vallohi hali imoya etishi mumkin-da. Bu o'zinki qavmining kattalari, ulamolari va qo'mondonlari iymon etish orzusi bo'lmaganlikdan darhol gapni o'zgartiriblar bu odam. Ammo endi yuqori keldi-da. Shunlar bular hammasi o'ningda rozi bo'lib, sajda qilib, ta'zim qilishib ketdi. Bu Yaraqliniki hamda eng oxirgi ishi mushu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan Rasulullohning xatiga bergan javob qarta bo'lgan ifodalari mushu, eng oxirgi ifodalari mushu. Bu hadisni Salih ibn Kaysan, Yunus, Ma'mar, Zuhri'dan rivoyat qilgan. Oldidagi raviylar ham rivoyat qilgan. Salih ibn Kaysan bu boshqalarmi Imom Zuhri'dan rivoyat qilgan. Biz bu Yaraqliniki bu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki xatiga qarta bergan ifodalari, bu javoblardan bu odamniki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki payg'ambar ekanligini o'zi biladi ekan. Masalan, Rimdagi og'inisi, do'stimi, nihoyat yaxshi biladi ekan. Ammo podshohlik mansibi, dunyolik tamo orzusi bu odamni iymon halovatidan, oxiratningki g'albisidan mahrum qo'ygan ekan. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.